Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat! Rossiyada rus tili, tarix va qonun asoslaridan imtihon topshirish tartibi o'zgartirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada rus tili, tarix va qonun asoslaridan imtihon topshirish tartibi o'zgartirildi. Endilikda imtihon asoslari har oy yangilanadi. Savollar ochiq manbalardan e'lon qilinmaydi. Bu choralar imtihonlarning xolis va sifatli o'tkazilishini ta'minlashga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyada ishlashni rejalashtirayotgan har bir xorij fuqarosi rus tili, Rossiya tarixi va qonun asoslarini bilishini tasdiqlashi kerak. Imtihonlar mamlakat bo'ylab 92 ta davlat tashkiloti orqali o'tkaziladi. Ro'yxat Rossiya hukumati tomonidan tasdiqlangan. 3-4 iyun kunlari Sankt-Peterburgning Krasnotekstilchik ko'chasidagi migratsiya markazi yonida tor ko'chada 200 ga yaqin kishi tunab qolgan. Muhojirlarning birining Bumaga nashriga yozishicha, odamlar ishlashga ruxsat olish uchun navbatda turishgan. Ko'pchilik buni bir kun politsiyaning ommaviy reydlari tufayli qilishga ulgurmay qolgan va hujjatlarni rasmiylashtirishning iloji bo'lmagan. Markaz yaqinida to'siqlar va metall detektor ramkalari o'rnatilib, ikkita o'ziga xos yopiq bostirma yasalgan. Ulardan biri erkaklar, ikkinchisi esa ayollar uchun. Ichkarida siz faqat asfalt ustida turishingiz yoki o'tirishingiz mumkin. Muhojirlardan biri: ular bizni qo'y kabi ushlab turishibdi. Biz yo tik turamiz yoki o'tiramiz degan. Suv olish uchun tashqariga chiqishning iloji yo'q. Odamlardan faqat 1 soat 19:00 dan 20:00 gacha kirish va chiqishga ruxsat berilgan. Kechasi salqin, lekin baribir ko'pchilik navbatni yo'qotmaslik uchun o'sha yerda qolishadi. Ertalab odamlarni markazga asta-sekin kiritishdi, ammo xavfsizlik kuchlari yana keldi. Politsiya va Rossiya Milliy gvardiyasi navbatda turganlarning hammasining hujjatlarini yana tekshira boshlagan. Aslida bunday reydlar 3-iyun kuni ham o'tkazilgan. Migratsiya markazi, qurilish obyektlari va boshqa joylarda migrantlarning hujjatlari tekshirilgandan so'ng 200 dan ortiq odam politsiyaga olib ketilgan. Aksariyatiga ma'muriy huquqbuzarliklar uchun jarima solingan. 30 nafar xorijlik esa Rossiyani tark etishi kerakligi aytilgan. Krasnotekstilchik ko'chasida 10-12 uyda o'tkazilgan reyd davomida yo'l to'sib qo'yilib, barcha migrantlar, hatto qonuniy yo'l bilan ham hujjat olmoqchi bo'lganlar ham qo'lga olindi. Shu sababli ko'pchilik belgilangan vaqtda ariza topshirishga ulgurmadi. Ushbu markazda migrantlar ishlash uchun ruxsatnomalar, vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomalar, yashash uchun ruxsatnomalar va hatto fuqarolikka murojaat qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda xorijliklar ko'pincha bir necha soat uzun navbatda turishga majbur bo'layotganidan shikoyat qilmoqda. Sankt-Peterburg shahrida politsiya xodimlari 15 yoshli maktab qizchasiga tajovuz qilishda gumonlangan O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. U haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligiga tayanib 78 xabar berdi. Qayd etilishicha, maktab o'quvchisiga zo'ravonlik joriy yilning 31-may kuni kechqurun sodir bo'lgan. 49 yoshli O'zbekiston fuqarosi qizni Kustodetov ko'chasidagi bolalar maydonchasidan olib ketganligi aytilmoqda. Qizning bedarak yo'qolganini qizning otasi politsiyaga xabar qilgan. Maktab o'quvchisi ertasi kuni ertalab Rudnev ko'chasida topilib, shifoxonaga olib ketilgan. Shifokorlar uning bo'ynidan jarohatlar aniqlagan. Ko'rikdan so'ng jabrlanuvchi uyiga yuborilgan. Qizning aytishicha, migrant unga nisbatan jinsiy xarakterdagi zo'ravon harakatlar sodir etgan. Migrantlar yuztuban yoting. Muhojir ishchilar yana xo'rlandi. Rossiya muhojirlarni yuztuban yotqizib tekshirish odat tusiga kirdi shekilli. Qozonda muhojirlar saf tortilib, yuztuban holda yotqizib tasvirga olingan. Video Jest Kazani Telegram kanalida chop etilgan. Kadrlarda bir necha o'nlab xorijliklar saf tortganini ko'rish mumkin. Ulardan ikkitasi noma'lum sababga ko'ra yerga yuztuban yotqizilgan. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, reyd davomida 9 nafar noqonuniy muhojir aniqlangan. Umuman olganda xavfsizlik kuchlari 37 nafarni hibsga olgan. Ularning aksariyati Rossiyada noqonuniy ishlagan. Barcha qoidabuzarlarga nisbatan bayonnomalar tuzildi. Muhojirlarning katta maydonda yuztuban yotqizib tekshirilgani haqida ilgari ham xabar bergan edik.
O'zga yurtdan kelib halol mehnati bilan uylar qurib berayotgan migrantlarga harbiy asirlarga bo'lganidek muomala qilish yana qaysi davlatda bor?